Yangi hayotimning birinchi kuni edi. To'y ortda qoldi, shovqin-suron, tabriklar, kulgu, raqslar. Hammasi go'yo orzu bo'lib o'tdi. Endi esa men qaynonam, qaynotam va erim bilan yashaydigan uyda o'tirardim. Derazadan tushayotgan quyosh nuri oq parda orasidan o'tib yuzimni yoritardi, lekin yuragimda bir galati sovuqlik bor edi. Bu uy menga begona tuyulardi. Har bir devor, har bir buyum meni kuzatayotgandek. Ayniqsa qaynotamning jiddiy nigohi. U har safar menga qaraganda yuragim bir seskanardi. Bilaman, u yomon odam emas. Aksincha, u juda muloyim, hurmatli, so'z otadigan kishi. Ammo baribir uning oldida o'zimni noqulay sezardim. Erim Azizbek ishchan, jiddiy yigit. U erta tongda chiqib ketadi, kechasi qaytadi. Men esa qaynonam bilan uyda yolg'iz qolaman. Qaynonam sovuqqon ayol, ko'p gapirmaydi. Har kuni ertalab nonushta tayyorlab uydagi ishlarni bajaraman, lekin u hech qachon rahmat demaydi. Men esa shunchaki jilmayib o'zimni bardam tutaman. Bir kuni tush payti edi. Qaynonam qo'shnisinikiga chiqib ketdi. Uy jimjit. Men oshxonada idish yuvayotgan edim. Shunda eshik sekin ochilib, qaynotam kirib keldi. U ish kiyimida, qo'lida kichik sumka bor edi. "Qizim, Azizbekni telefon orqali chaqira olmadingmi? Ishxonada kerakli hujjat qolibdi", dedi u xotirjam ohangda. Men jilmayib, "Yo'q, hali qo'ng'iroq qilmaganman", dedim. "Mayli, o'zim gaplashaman", dedi u, lekin ketishga shoshilmadi. Qaynotam stolga o'tirdi. Jimlik cho'kdi. U birdan so'radi: "Yangi hayotingdan mamnunmisan, qizim?" Men biroz dovdiradim. Bu savolni kutmagandim. "Ha, albatta", dedim jilmayib. U bosh irgadi. "Yaxshi. Faqat bil, har bir ayolning sabr kosasi bo'ladi. Hayot oson emas. Men seni farzandimdek ko'raman. Shu uyda o'zingni himoyalangandek his qilgin." Uning bu so'zlari yuragimni nimagadir to'lqinlantirdi. Men bu mehrni otalarcha qabul qildim, lekin ichimda bir galati tuyg'u uyg'ondi. Go'yo kimdir meni sinayapti, kimdir ichimdagi sezgilarni uyg'otayapti. O'sha kundan boshlab men o'zimni har doim kuzatishayotganini his qilardim. Qaynotam menga e'tiborli edi, lekin bu e'tibor meni noqulay qilardi. U ba'zan "Ovqat juda mazali bo'libdi", deb iltifot bildirardi. Ba'zan esa hech narsa demasdan shunchaki qarab qo'yardi. Men esa har safar u bilan to'qnashganimda yuragim galati tez ura boshlardi. Bir kuni kechqurun Azizbek ishda qolib ketdi. Qaynonam esa qarindoshinikiga chiqib ketgan edi. Uy jimjit, tashqarida yomg'ir shivalaydi. Men choy damlab mehmonxonada o'tirgan edim. Shunda qaynotam kirib keldi. Yomg'irda hol bo'libdi. Men shoshilib unga sochiq uzatdim. U "Rahmat", deb jilmaydi. Shu ondayoq yuragimda bir nima uzilgandek bo'ldi. Men o'zimni boshqacha his qildim, qo'rquv, hayajon va nimanidir aytib bo'lmas tuyg'u. U menga tikildi. So'ng sekin dedi: "Yomg'irning hidi bolaligimni eslatadi. Yillar o'tib inson yuragini faqat iliqlik tinchlantiradi, bilasanmi?" Men boshimni qimirlatdim, ammo gapira olmadim. U sochlaridan tomayotgan suvni artarkan jilmayib davom etdi: "Sen juda mehrli qizsan. Shuni asra. Bu uyga iliqlik olib kirayapsan." U chiqib ketdi. Ammo men o'sha kecha uxlay olmadim. Yuragimda bir nima uyg'ongan edi. Bu tuyg'u meni qo'rqitar, ammo shu bilan birga nimagadir tortardi ham. Ertasi kuni qaynonam qaytib keldi. U meni sinchkovlik bilan kuzatdi. Balki u ham nimanidir sezgandir. U kutilmaganda aytdi: "Kelin, sen yosh ekansan, lekin har bir qadamingni o'ylab bos. Ba'zan bir qarash butun hayotni o'zgartiradi." Bu so'zlar yuragimni teshdi. Men o'zimni aybdor his qildim, garchi hech qanday gunoh qilmagan bo'lsam ham. Ammo yurakni aldab bo'lmaydi. Men derazadan tashqariga qarab ichimda shunday o'yladim: bu uyda men uchun sinov boshlangandek va men bu sinovdan qanday o'tishimni bilmayman. Kunlar birin-ketin o'taverdi. Tashqi tomondan hammasi odatdagidek, men uy ishlarida, Azizbek ishda, qaynonam esa doimiy tarzda o'z tartibi bilan band. Faqat yuragim ichida bir narsa tinchimayapti. Go'yo kimdir yuragimni sekin-sekin chimchilayotgandek. Ba'zan bu hisni charchoq deb o'ylayman, ba'zan esa hayotning yangi bosqichi deb o'zimni ovutaman.
Ammo kechalari uxlay olmay turganimda yuragimda bir tovush paydo bo'ladi. Ichki ovoz shivir-shivir qilib so'raydi. Nega yuraging tinchmayapti, Zilola? Ha, men Zilolaman. 23 yoshdaman. Toyimda hammaning ko'zi yoshli bo'lgan, onam baxtli bo'lgin deb kuchgan, dugonalarim erini sev, uyini asra deb maslahat bergan. Men esa haqiqiy baxtni endi his qilaman deb o'ylaganman. Ammo hayot kitobi har doim biz kutmagan boblardan boshlanar ekan. Azizbek meni yaxshi ko'radi, lekin u ko'rsatolmaydi. U uchun sevgi bu mas'uliyat, vazifa, mehnat. Men esa mehr istayman. Ba'zan shunchaki bugun charchamadingmi degan so'zni kutaman, lekin u bunday so'zlarni aytmaydi. U ishlaydi, jim jiddiy, ammo yuragimdagi boshliqni to'ldira olmaydi. Bir kuni ertalab nonushta paytida qaynotam Azizbekka qarab dedi: "Ish joyingda qanday, o'g'lim?" "Hammasi joyida, dada", dedi u. "Yaxshi. Zilola ham endi bu uyga o'rganib qoldi, to'g'rimi?" Men jilmaydim. "Ha, asta-sekin." Qaynotam menga qarab mehr bilan bosh irgadi. Qaynonam esa jim, lekin nigohi o'tkir. U ko'p gapirmaydi, lekin hamma narsani sezadi. O'sha kuni Azizbek safarga chiqdi. 3 kunlik xizmat safari. Men esa uydan chiqmadim. Qaynonam kechga yaqin kasal dugonasining uyiga ketdi. Uy jim. Qaynotam esa ishxonadan erta qaytdi. U mehmonxonaga kirib sekin dedi: "Zilola, choy bormi?" Men bosh irgadim, oshxonaga yo'l oldim. Choy damlab piyolani stolga qo'ydim. U o'tirgan, oynadan tashqariga tikilgan edi. So'ng birdan: "Bilasanmi, hayotda eng og'ir narsa sukut. Ba'zida odam gapirmasa ham yuragi qichqiradi", dedi. Bu so'z yuragimni titratdi. Go'yo u mening ichimni o'qigandek edi. "Ha", dedim past ovozda, "ba'zida gapirishdan ham foyda yo'q." U menga qaradi. U nigohda achinish bor edi. U sekin boshini egdi. "Sen yaxshi qizsan, ammo hayot seni sinovdan o'tkazayapti. Senga aytmoqchimanki, sabr qil. Hech kimga yuragingni to'liq ochma. Chunki ba'zan mehr ham og'riq bo'lishi mumkin." Men jim qoldim. U so'zlarini tugatib choyini ichdi, keyin chiqib ketdi. Ammo o'sha so'zlar, mehr ham og'riq bo'lishi mumkin, kechasi meni uxlatmadi. Ertasi kuni qaynonam uyga qaytdi. U ostonada to'xtab menga qarab dedi: "Kelin, sen har kuni erta turib ish qilayapsan, lekin ko'zlaringda bir narsa o'zgargandek. Nimadir seni bezovta qilyaptimi?" Men jilmayib yolg'on gapirdim. "Yo'q, onajon, charchoq xolos." U jim qarab turdi, keyin ohista: "Ayollar yuragi oson sinadi, lekin har bir sinish yangi kuch beradi", dedi. O'sha kuni kechqurun yomg'ir yog'di. Deraza tagida o'tirib yomg'ir tovushini tingladim. O'sha ichki tovush yana qaytdi. "Bu uy seni sinayapti, Zilola. Sen bu sinovdan qanday o'tasan?" Men o'zimga so'radim. Men nima qilayapman? Nima uchun yuragimda galati his bor? Men bu savollarga javob topa olmadim. Faqat bir narsani bilardim, bu hisni yengishim kerak. Chunki har bir ayolning taqdiri sabr bilan sinovdan o'tishdir. Shu oylar bilan uxlab qoldim. Ammo tunda tush ko'rdim. Men qorong'i uyda yurardim, eshik ochildi. Kimdir menga chiroq tutdi, lekin yuzini ko'ra olmadim. Faqat ovoz eshitildi. Har bir yurak o'z haqiqatidan qocholmaydi. Uyg'onib ketdim. Yuragim tez urardi. Tush go'yo ogohlantirishdek edi. Ertalab qaynotamni ko'rdim. U odatdagidek jiddiy, ammo nigohida allaqanday yumshoqlik bor edi. Men esa bu nigohdan ko'z uzatolmadim. Shu payt qaynonam ovoz berdi: "Zilola, bozorga birga chiqamiz." Men "Xo'p" deb javob berdim va yuragimda shunday dedim: balki bu safar o'zimni to'g'ri yo'ldan olib chiqarman. Ammo yurakdagi tovush hali ham jim emas edi. Bozor yo'lida qaynonam bilan jim ketayotgan edik. Kuzning salqin shamoli yuzimizni yengil silardi. Qaynonam har odatdagidek jim, lekin yurak bilan sezardim, u ham nimanidir o'ylayapti. Men esa o'zimni tinch tutishga harakat qilardim. Hozirgi damlarda har bir so'z, har bir qarash menga og'ir edi.
Bozorga yetib bordik. U yerda har xil tovushlar, sotuvchilar chaqiriqlari, bolalarning kulgisi, non hidi. Lekin men hech narsani eshitmayotgandek edim. Go'yo hamma tovushlar uzoqlashib, faqat yuragimning urishigina quloqlarimda aks-sado berardi. "Kelin, sabzavotlarni ol, men hozir kelaman", dedi qaynonam. Men bosh irgadim. U olomon orasida ko'zdan g'oyib bo'ldi. Qo'limda sumka, yonimda sabzavotlar, ammo yuragim toshday. O'sha payt telefonim jiringladi. Azizbek edi. "Assalomu alaykum", dedim jilmayishga urinish bilan. "Salom", dedi u sovuqqina ohangda. "Ishlar joyidami?" "Ha, hammasi yaxshi. Sizchi?" "Ish ko'p, kechikaman. Qaynonam bilan yaxshilab ovqatlaninglar." Uning so'zlarida iliqlik yo'q edi. Men jim qoldim. U bo'ldi, keyin qo'ng'iroq qilaman, dedi-da telefonni o'chirdi. Men o'sha yerda odamlar orasida birdan o'zimni juda yolg'iz his qildim. Go'yo butun dunyo rangini yo'qotgandek. Uyga qaytganimizda qaynotam hovlida daraxt shoxlarini kesayotgan edi. U bizni ko'rib jilmaydi. "Bozorga chiqib keldinglarmi?" Qaynonam bosh irgadi, keyin ichkariga kirib ketdi. Men esa sumkalarni joylayotganimda qaynotam yonimga keldi. "Yordam kerak emasmi?" Men "Yo'q, rahmat", dedim. Ammo u baribir bir-ikki sabzavotni olib stolga qo'ydi. So'ng bir zum jim turdi-da dedi: "Zilola, sening ko'zlaringda tashvish bor. Qandaydir og'riqni yashirayapsan." Bu so'z meni to'lqinlantirdi. Men bosh egdim. "Yo'q, men yaxshi", dedim past ovozda. U jim qoldi. Faqat ohista dedi: "Baxt ba'zan sukutda yashiringan bo'ladi. Har doim so'z bilan izlash shart emas." U ketdi. Men esa o'sha joyda uzoq turdim. Yuragim yana chirmovuqday siqildi. Kechasi deraza yonida o'tirib tashqaridagi osmonni tomosha qildim. Oy yarmi bulutlar orasida, yarmi yorug'. Xuddi mening holimdek, bir yarmi nur, bir yarmi soya. O'sha kechasi men ichimdagi hislardan qochmaslikka qaror qildim. O'zimni tahlil qilishni boshladim. Nega bu uyda tinchim yo'q? Nega men o'zimni aybdor his qilyapman? Azizbek meni yaxshi ko'rmayapti degani emas. Balki u boshqachadir. U mehrni so'zsiz ko'rsatadi, lekin men so'zni istayman. Qaynotam esa so'z topadi, lekin bu so'zlar yuragimni titratadi. Bu oylar ichida uxlab qoldim. Ertasi kuni ertalab qaynonam nonushta tayyorlab qo'ygan ekan. U odatdagidek jim, ammo nigohi qat'iy emas edi, muloyimroq. "Kelin, bugun men qarindoshlarimiznikiga boraman. Sen uyda qol, dam ol", dedi u. Men bosh irgadim. Kun issiq edi. Men hovlida gullarga suv sepayotganimda qaynotam keldi. "Azizbekdan xabar oldingmi?" dedi. "Yo'q, hali qo'ng'iroq qilmadi. Ish bilan banddir", dedi u sekin. Erkaklar ba'zan o'z hissiyotlarini so'z bilan ifoda eta olmaydi. Lekin u seni qadrlaydi. Men unga qaradim. U jilmaydi. Men yoshligimda ayolimga buni kech tushunganman. O'sha paytda aytib ulgurmadi, dedi u xo'rsinib. Uning ovozidagi og'riq yuragimni ezdi. Men so'radim: "Nega kech tushundingiz?" U bir zum jim qoldi. Chunki hayot odamni sinab ko'radi. Ba'zan kech bo'ladi. U shunday deb chiqib ketdi. Men o'sha payt shuni angladimki, har bir inson yuragida sir yashaydi. Va har bir sirning orqasida og'riq bo'ladi. Kechqurun Azizbek telefon qildi. Uning ovozi charchagan, lekin iliqroq edi. "Zilola, kechirasan, ishlar ko'p bo'ldi. Sogindim, ertaga qaytaman." Men jilmaydim. Men ham sogindim. Telefon ochganidan keyin men derazadan tashqariga qarab, sekin pichirlab dedim: "Men bu uyda sinovdaman. Ammo bu sinovdan yuragimni toza saqlab o'taman." Yomg'ir yana boshlanib, tomlardan oqayotgan suv shovqini go'yo ichimdagi og'riqni yuvayotgandek edi. Men yuragimda birinchi marta eng muhim haqiqatni his qildim. Ba'zan sevgi emas, sabr ayolni kuchli qiladi. Men endi boshqacha qaror qildim. Bu uyda men endi yuragimni emas, aqlimni tinglayman. Chunki har bir mehrning soyasida sinov yotadi.